Assalomu alaykum. Biz bugun juda ham mazali, juda ham oson, hamma uyda topiladigan masalalardan pirog qilamiz. Qani endi ketdik. Birinchi o'rinda bitta miskani olib, unga 4 ta tuxumni chaqamiz. Xohlasanglar venchikda, xohlasanglar blenderda. Menda blenderim bor edi. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Bundan keyin 1 piyola shakarni olib, uni ham qo'shamiz-da, buni ham aralashtirib olamiz. Bundan keyin 1 stakan sutimizni ilitib olib, uni ham qo'shib aralashtiramiz. Endi navbat unimizni ham qo'shib, buni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu bizni pirogimiz ishishi uchun 10 grammlik razrexitelni olib, uni ham qo'shib aralashtirib olamiz. Pirogimizni уже massasi tayyor. Endi navbat bizni formamizni pirogimizga yopishib qolmasligi uchun yog' quyib, chekalarini yaxshilab surkib olamiz. Endi navbat tvorogga. Men 1 piyolaga 3 ta ложкада shakar soldim. Xohlasanglar shakar solmasanglar ham bo'laveradi. Hammani o'zini vkusiga qarab, ko'rib turganinglardek tvorogni tepasiga soldim. Endi qizib turgan duxovkamizga 180 gradusga 30 minutdan 40 minutgacha qo'yib pishirib olamiz. Do'stlar, ko'rib turganinglardek pirogimiz ham pishdi. Juda ham mazali, juda ham go'zal chiqdi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Biz olayotgan videolarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like bosinglar, podpiska qilinglar. Biz juda ham xursand bo'lamiz. Hammaga yoqimli ishtaha, xayr.